Oysha bibi tanishgandan xursandman. Yoshingiz nechida? 16. 16 yoshdasiz. Maktab bitirdingiz, o'qiysiz. Endi bitirasiz. Xo'p, qanchadan beri trading sohasiga qiziqasiz? Anchadan beri qiziqaman. Telefonda ko'rardim, keyinchalik buni ko'rib qoldik internetda, keyin dadamlar olib berdilar. Dadangiz olib berdi sizga. Shunday. Juda ham yaxshi. Qanchadan beri o'qiyapsiz? Qachon bo'ldi olib berganiga? Qancha bo'ldi? Sentyabrda olgandim. Sentyabrda olgansiz. Hozir o'qiyapsiz, o'rganyapsiz. Notebooklarni ham olgansiz. Shunday. Ichida kitobi, notebookni ishlatyapsiz. Video darslar ko'ryapsizmi hammasini? Hammasini ko'ryapman. Bo'sh vaqtlarim ko'ryapman. Bo'sh vaqtlaringizda, o'qishdan tashqari bo'lgan vaqtlaringizda bemalol o'rganyapsiz. Ota-onangiz bu narsaga sizga qarshilik qilmasdan sizga olib berdi, hamma narsasini tushuntiryapti. Juda ham yaxshi. Qanaqa savollaringiz bor, tushunmagan joylaringiz bormi? Bemalol mendan so'rasangiz bo'ladi hozir. Tushunmagan joylarim, masalan, videolariga tushunyapman. Unchalik keyin anovi kitobda yozilgan videolar internet, Telegramda ekanda, o'shani kecha topdim, o'shalarni ham endi ko'rib boshladim. Jonli darsi bor Telegramda, shular ko'rib, yozib, ulgurmagan paytlarim. Dars tashlab qo'yiladi, qaytadan ko'rib chiqishingiz mumkin bo'ladi bemalol. Notebookni ishlatyapsizmi? Shunday. Notebookni ishlatib, bemalol hamma narsasini yozib, chizib, qanaqa savolingiz bo'lsa, sizga support xizmati berilgan. To'g'ridan-to'g'ri yozib, savollariga nima qilaverasiz, savol-javob qilaverasiz. Kitob va notebook haqida qanaqa fikrlaringiz bor? Sizga qulay bo'ldimi? Kitob qulay bo'ldi. Video, notebooklar ham zo'r, yaxshi ishlar ekan. Kitobda ham o'qiyapman, o'rganyapman, asta-asta tushunyapman. Tushunarli. Demak, notebook, kitob ham video darslar hammasi o'zaro birga kelganda sizga ancha qulay bo'lyapti, komfortli bo'lyapti o'qib o'rganishingizga. Juda ham yaxshi. Siz 16 yosh bo'lishingizga qaramasdan shunchalik ota-onangiz tushunib, olib berib, harakat qilib, sizni o'sha o'sishingizga yordam berishyapti. Bu uchun ota-onangizga ham rahmat aytishingiz kerak.